Hurmatli Turkiston YouTube kanalini ko'ruvchilari, mana biz yana Turkistonni Taxor viloyatidan bo'lgan bir Qo'rqmas Artun va madaniy faoliyatlarga hissasi bo'lgan bir tengdoshimiz yigit bilan so'zlashma o'tkazmoqchimiz. Hozir esa o'zlaridan sizlarga tanitmoqni istaymiz. Bularni o'zingiz tanitsangiz. Men ismim Rahim Artunda, viloyat Taxordan bo'laman. Turkistondandir. Men birga kelishimda baxatir ustoz Xayrmat Chavushni konserti bor ekan. Bir Turkiston yigitlari berdi var, onun xabarlashib, onun tarixidan bo'lishib berib keldik. Men juda xursandman birga kelishimdan, chunki bu Turkiston borasidan va Turkiston borasida ma'lumot oldik. Va Turkiston borasini qurishdan bu genç yigitlar bilan baravar ta'sim oldikda darayonda Turkistonda nasıl nijot bersak bu boladan. Demoq istaysiz-ki Turkiston fashizmda qo'liga qolgan va biz o'z mas'uliyat bir Turkiston yigiti bo'laroq o'z mas'uliyatimiz bilaroq ushbu ulug' Turkiston milliy ashulachisining konsertiga yo ehtifoliga keldingiz. Hadaf g'oyangiz bu-ki Turkistonliksiz va Turkiston va kulturini, an'anotini yashatmoq uchun birga huzur topgansiz, to'g'rimi? Bali, to'g'ri-da. Bizda har Turkiston yigitining bo'ynini borjida. Har kimning onasining tilida, har viloyatdan bo'lsa, ya Afg'oniston har viloyatdan yoki Badaxshondan, Taxordan, ya Urusbolikdan, qishloqdan bo'lsa, bir-birimizga dastak bo'lishib, xabar bersaki, Turkiston bolalarini uyg'onishi lozim. Ko'maklashsaki, men juda o'zim xabarim bor. Taxor viloyatiga maktablar, o'quvlarga o'zbek tiliga saboq yo'qdi, dars yo'qdi. Chunki nima ana tiliga kitob yo'qdi. Ma'lum bor kitob yo'q, kitob berishmaydi. Shu borag'am biz shunda nima qilishimizcha buning uchun do'stlar bilan, inog'alar bilan plan qilyapmiz. Men juda xursandman sizlar kabi Turkiston chekillarning yoniga kelib, yana Turkiston baradan yana ma'lumot olaman, juda xursandman. Ulaqon rahmat sizga ko'pdan ko'p bu vaqt ajratib bizlar bilan suhbat qildingiz. Men sizni tanishligim bor. Siz juda ko'p xizmatlar qilib keldingiz Turkiston hissasiga va kelajakka buni tushunamiz. Siz Turkiston uchun biz milliy g'oya bo'lgan Turkiston uchun va bugungi kunga Turkistonning muqaddas bayrog'ini ham Turkiston milliy ashulashini keytiga ko'rib o'ltirib biz bir natija beramiz deysiz. Chunki yigitlarning ichiga bir kesim umidsizlik yaratmoqqa. Siz nima tushunasiz bu haqda? Men 2020dan beri sizning o'zingiz xabaringiz bor. Avvalgi kishiki biz Berlin viloyatidan Boshkentdan da nima Alman Boshkentdan boshlashdik. Butun Alman har yerga Turkiston borasi uchun shuru qildi. Avval men bir kishilik, sonra 2 kishi bo'lib, bundan bora aysta biz shunda biz ko'p kishi bo'ldi. Shotam 10 ming kishi bo'lganmishadi. 5 ming kishidan 10 ming kishidan yana fazla bo'ldik. Men bundan umid qilaman kunma-kun bizni og'ayinlar ya da Turkiston yigitlar voyganimda kunma-kun bizni shu boraga nafasimiz ko'payibdi. Men umid qilaman darayonda biz betarin ko'p yuqorilarga yetishamiz. Har kim bu boradan gaplaydi, ular propaganda shu mardimda. Siz shuni bir Turkistonda Taxorli yigiti bo'laroq bilasizki bir fashizm bor, islamagan. Fashizm va panporsizm. Deydilar-ki, Taxorga 180% o'zbek xalqi, ya'ni Turk o'zbek yashamaydi. Bu to'g'rimi? Siz-chi deysiz? Yo'q, bu to'g'ri emas-ki. Men o'zim Taxordan bo'laman-da. Taxorda 16 viloyati vardı, 2 viloyatiga Farsi Urusbolig'i vardı. Ona 2 viloyatiga, 2 Urusbolig'iga nimasi vardı? Farsi vardı, onun ichiga o'zbeki vardı. Biri Chayab deydi, birini nimada Versash deydi. Başka 14 Urusbolig hammasi o'zbekdi, %85-80 nasi vardı, o'zbekdi hammasi. So'ng o'laroq sizdan bir Turkistonni Taxor elidan bo'lgan bir yigit sifatiga tengdoshlaringiz va aloydam Taxordagi bilimli, ilmli, ko'rishlardan qo'rqmas Turkistonlik yigitlariga nima so'zingiz bor? Men so'zim bilki,
Her Türkistan yigiti o'z tili uchun, o'z ona tili uchun taxarı tanıtmak uchun qancha o'zak bo'luncha munosabat qilmasi lozim. Har yerdan davshini chiqartması lazım ki şu taxar valarlarga, urs balıqlarga hamma yerga kitob taqsim bo'lib, o'zini bilsa-ki, o'zini tanisa-ki taxara %85 o'zbek bordi. Mardin va boshqa yerlar fikr qiladiki, taxarga o'zbek yo'q deyizda 85 o'zbek bordi, boshqalar bu gapni gapiribdi, behi ishtiboda. Hurmatli Artun janoblari, sizdan uloqon rahmat deymiz. Bu ki bizlarga vaqt ajratib bizlar bilan so'zlashganingiz uchun va istaymiz qolgan soatlar ulug' Turkiston san'atchisini ashulari bilan yaxshi o'tishni sizga. Tashakkur, sog' bo'ling, yana inshaalloh ko'rishamiz. Rahmat.